Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yaxshimisizlar? Charchamasdan. Xudo xolasa mana bugun soat 7:06. Biz liniyaga chiqishni boshlaymiz. Mana liniya. Bugun vaqtli boshladik, xudo xolasa. Koeffitsient zo'r. Mana birinchi zakazni ham oldik. Keldik 26.500 so'm bilan. Bismillah. Qani ketdik. Nech pul bo'lishini hammasini ko'rsataman, xudo xolasa. Aka probkalar yo'q hozir. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom eting. Keldik Feruzaga. Yakunlash. 66.500 so'm. 30 daqiqa 17 kilometr. Hozir liniyada basmiz. Qo'ng'iramiz. Hop, vokzaldan keldik. Yengishim bilan ikkinchi buyurtmamiz 960 metrga boramiz. Borgan joyimiz Newcastlda ko'rsatilmagan. Qani ketdik. Tizimli ko'chalarida asta-sekin mana aylanib zakazimizga qolgan masofa ham ozgina qoldi, do'stlar. Do'stlar, hozir mana ikkinchi buyurtmamni, TTSdan olgan buyurtmamni ko'ramiz. 24.500 so'm bilan oldik. Borishimda 31.000 edi. Chaqir 31.000 bo'lgan. 115.000 bo'lgan. Jami mana 115.500 so'm bo'lgan. Menga klient 115.000 berdilar. Komissiya Yandex 14.560 so'm. Taksopark 1% olgan. Xo'p, kilometrimiz 52 minut yuribmiz. 28 kilometr. Menimcha bu zo'r. Xonobodga keldik. Xonobodda mana Sergeli tumani Trading Sultan bir bolaga kelibmiz. Uni bizda keyingi buyurtma 208 Sabzorog'da. Shu Xonobod tomonlardamiz. Plus 23.000 bilan tushdi. Bektemirga. 17 minutda olib tashladik. Oplata po karta. Buyurtma bank kartasi bilan to'lanadi. Bizda keyingi zakaz. Sepishga tushgan, o'shani yoniga boramiz hozir. Vodniydamiz. Shu yerda keldik, 1,5 kilometr. Buyurtma bank kartasi bilan to'lanadi. Oplata karta, liniyadan chiqdik. Vodniydamiz. Endi obedga kirib ketyapmiz uyga, do'stlar. Mana shu domlarga qarab obedga endi. Keyin ko'rsatamiz obedgacha 234.000 so'm ishlabmiz. Nechta zaifga bo'libdi? 5 ta zaifga qilibmiz. Arada perikurlar bo'ldi, gaz quydik. Где-то 2 soat vaqtimiz shopurlash bilan ketdi. Zakaz tushdi bizga. Abdulvosit akam vlog qo'yganman. Hozir rahmat aytib ishlar yuribman. Ukajon taksopark zo'r ekan deyapti. 13.500 so'm bilan tushdi. Ko'ramiz nech pul bo'lishini oxirida ko'rsatamiz. Akalarni olib tashladik. 8.500 so'm bo'ldi. 10 minut. 9 minut qancha? Sergeli 5-massiv atroflaridamiz. Ketdik. Do'stlar, assalomu alaykum. Biz ishni tugatdik. Soat 6:42 bo'ldi. Kun bo'yi ishlamadik. Ishlarimiz chiqib qoldi. Obedga o'sha kirib ketgandan keyin soat 3da chiqildi. 3dan hozir soat 6gacha ishlandi. Endi mana hozir xudo xolasa tugatdik xullas ishni. Hozir zapravka qilamiz. Qo'yga ketamiz. 9 ta zaifga qilibmiz xolos. Bugun mana 9 ta buyurtma qildik. Ular shunday gaplar. Hammaga sog'lik, salomatlik, yaxshi kunlarda ko'rishish nasib qilsin. Ishdagi aka-ukalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu bilan bugungi videomiz